Mana seminardan keyin hozir aylanib yuramiz toza havoda. Hop. Seminarda bitta qiziq tema ochilib qoldi, subsidiyalar to'g'risida Latviyadagi. Latviyada subsidiyalar qanaqa qoramol uchun, ya'ni o'sha chorva mollari uchun qanaqa subsidiyalar beriladi deganda, aytishdiki 70 80 yevrodan har bir gektar yeri uchun subsidiya berishar ekan. Undan tashqari nimaga chorva mollariga beriladigan subsidiyalar bor ekan. O'rtacha yiliga 233 yevrodan tushayotgan ekan. Faqat ichida endi har xil nimalarga bo'lingan, u 233 yevro har xil bo'laklarga bo'lingan. Uni orasidagi o'sha eng kattalaridan bittasi bu laktatsiya. Sigirlar, masalan, Latviyada fermerlar bo'lsa, sigirlar laktatsiyada 8000 dan past sut beradigan bo'lsa, o'sha boyagi subsidiyadan 80 yevro minus. Ya'ni 80 yevrosi 233 ichidagi 80 yevrosi o'sha laktatsiyada, bitta laktatsiyada 8000 dan ko'p sut beradigan sigirlar uchun. Unaqa bo'lmasa, pastroq bo'lsa, kamroq pul olib yuraverishar ekan. O'rtacha laktatsiya Latviya bo'yicha, Estoniya bo'yicha so'raganimizda adashayotgan bo'lishi mumkin. 12000 yo 14000 deyishdi. Demak, почти menimcha mana hisobim bo'yicha bir 80-90% dan oshiq fermer menimcha nima qiladi? Boyiga 80 yevroni ham oladi. Bu degani hozir 233 yevrodan to'liq nimasini oladi, subsidiyasini oladi.